25 mavzu harakat xavfsizligi asoslari deyiladi. Bu mavzuda avtomobilni qanaqa boshqarish kerakligi bo'yicha savollar bo'ladi. Endi qaranglar, avtomobilni boshqarganda har doim haydovchining harakatlari ohista, ehtiyotkorlik bilan bo'lishi kerak. Ya'ni haydovchi ohista tezlashadi, ohista tormoz bosadi va ohista rulni burish kerak. Agar qor yoki yomg'ir yog'ishi boshlasa, haydovchi yanada ehtiyotkor bo'lishi kerak bo'ladi. Keyin xavfli burilishlarga yaqinlashayotganda haydovchi tezlikni kamaytirishi kerak. Tik balandlik yoki tik nishaplikka harakatlanayotganda bo'lsa, haydovchi past uzatmaga o'tishi kerak. Ya'ni past uzatmaga o'tsa, balandlikka ko'tarilish osonlashadi. Nishaplikka harakatlanayotganda past uzatmaga o'tish bu dvigatel bilan tormozlash degan jarayon sodir bo'ladi. Dvigatel bilan tormozlashda avtomobilni turg'unligi ortadi. Turg'unligi degani bu avtomobilni boshqaruvni yo'qotish ehtimoli kamayadi degani. Endi nimaga xavfli burilishlarda tezlikni kamaytirish kerak? Qaranglar. Burilishda avtomobilga markazdan qochirma kuch ta'sir qiladi. U burilishda avtomobilni ag'darib yuborishiga olib kelishi mumkin. Markazdan qochirma kuch kamayadi agar haydovchi tezlikni kamaytirsa. Lekin haydovchi tezlikni ko'paytirsa, markazdan qochirma kuch ko'payadi. Endi nishaplikka harakatlanayotganda haydovchi past uzatmaga o'tsa, avtomobil tezlashib ketmaydi, natijada avtomobilni boshqarish osonlashadi. Lekin nishaplikda yurganda g'ildiratish, ya'ni neytralkada harakatlanish taqiqlanadi. Chunki avtomobilni neytralkada yuradigan bo'lsa, avtomobil tezlashib ketaveradi. Tezlashgandan keyin ko'p tormoz bosishga to'g'ri keladi. Natijada tormoz qizib ishdan chiqishi mumkin. Endi tepalikka harakatlanayotganda agar haydovchi biron bir sababga ko'ra to'xtash kerak bo'lsa, to'xtaganida avtomobil orqaga ketib qolmasligi uchun qo'l tormozini ishlatish kerak. Qoidada bu to'xtatib turish tormozi deyiladi. Ya'ni to'xtatib turish tormozini ko'taradi, avtomobil orqaga ketib qolmaydi shunda. To'xtatib turish tormozini tushirish kerak bo'ladi harakatlanish bilan bir vaqtda. Keyin haydovchi yo'lda yurayotganda unaqa katta bo'lmagan sirpanchiq joyga duch kelib qolsa, misol uchun qor yog'ganda ko'priklarning usti, ko'priklarning osti mana shunaqa joylar muzlab qolishi mumkin. Unaqa katta bo'lmagan sirpanchiq joyga duch kelib qolganda haydovchi tezlik va yo'nalishni o'zgartirmasdan ehtiyotkorlik bilan yo'lni quruq joyiga sekin avtomobilni yo'naltirishi kerak bo'ladi. Chunki bunaqa sirpanchiq joylarda yonga sirpanish vujudga kelishi mumkin. Endi yonga sirpanishga nimalar sabab bo'ladi? Har qanaqa keskin tormoz berish, keskin rulni burish va keskin tezlashish. Qoidada keskin tezlashish drosselniy zaslonkani keskin ochish deyiladi. Shuchilab testda drosselniy zaslonka degan so'zni ko'rsanglar, bilinglarki bu yonga sirpanish bo'ladi. Endi agar avtomobil yonga sirpanish kerak, sirpanadigan bo'lsa, esinglardan chiqmasin, orqa g'ildiraklar sirpanishga moyil hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rib turibmiz, orqa g'ildirak chapga sirpanyapti, значит rulni sirpanish tomonga chapga burish kerak bo'ladi va haydovchi ohista gazni bosish kerak. Keyin qish paytidagi g'ildirak izlaridan chiqish uchun, ya'ni mana bunaqa yo'ldagi ahvol, yo'l mana bunaqa ahvolda bo'lsa, haydovchi kam tezlikda harakatlanish kerak bo'ladi. Keyin qish paytida undan tashqari haydovchi ohista tormoz bosish kerak. Ulagitcha ajratmasdan, bu degani spleni ham bosmasdan. Shuning uchun ham testda har doim to'g'ri chiqadi. Ulagitcha ajratmasdan tormoz berish. Tormoz berganda ham ohista berish kerak bo'ladi. Keyin avtomobilga har xil g'ildiraklar taqiladigan bo'lsa, naqsh izi, boshqalari. Tormoz berganda avtomobil boshqaruvni yo'qotib, ag'anab ketish darajasi holatiga kelib qolishi mumkin. Keyin g'ildirakning naqsh izlari siyqalanib ketgan bo'lsa, ya'ni mana bunaqa g'ildiraklarimiz yedirilib ketgan bo'lsa, unda yer bilan ilash koeffitsiyenti kamayadi. Natijada avtomobilda yonga sirpanish vujudga kelishi mumkin. Undan tashqari,
tormoz berganda ham yonga sirpanish bo'lmasligi uchun avtomobillarda ABS tormoz tizimi bilan jihozlanadi. Bu tormoz berganda yonga sirpanishni oldini oladi. Uni ishga tushirish uchun tormozni oxirigacha bosish kerak bo'ladi. Lekin unutmanglar, ABS tormoz tizimi burilishda sirpanishni oldini olmaydi. Keyin haydovchi yo'lda biron bir xavf ko'rib qolsa, to'xtash kerak. Xavfni ko'rib to'liq to'xtaguncha bosib o'tgan masofasi to'xtash yo'li deyiladi. Xavfni ko'rib tormoz bosgunicha ketgan vaqt reaksiya vaqti deyiladi. Haydovchining reaksiya vaqti 1 soniyadan oshmasligi kerak. Tormoz bosgandan to'liq to'xtaguncha bosib o'tgan yo'li bo'lsa, tormoz yo'li deyiladi. Tormoz yo'li bundan oldingi ko'p narsalarga bog'liq, ya'ni ABS, g'ildirakning naqsh izlari, qanaqaligi, g'ildiraklari. Keyin avtopoyezd harakatlanayotganida, ya'ni haydovchi avtopoyezdni boshqarayotganda, bu tirkamali mashina, tirkama har doim burilish markazi tomon siljishini hisobga olish kerak. Ya'ni chapga burilsa, tirkama chapga siljiydi, o'ngga burilsa, o'ng tomonga siljiydi. Keyin hovlilarda agar haydovchi biron bir manevr bajarish kerak bo'lsa, orqaga yurib, unda haydovchi har doim orqaga kamroq yuradigan trayektoriyani tanlash kerak. Ya'ni Teslada bunaqa uzuq-uzuq strelka bilan ko'rsatiladi. Bu yerda mana o'ng tomondagi rasmda kamroq orqaga yuryapti, значит shu manevr xavfsizroq hisoblanadi. Bundan tashqari haydovchi suyuqlik tashiydigan bo'lsa, sisternada suyuqlik to'ldirilgan bo'lsa, avtomobil turg'un hisoblanadi. Chunki suyuqlik yarmigacha to'ldirilsa, suyuqlik chayqalib, avtomobil boshqaruvni yo'qotishi mumkin. Bundan tashqari og'irlik markazi pastroq mashina turg'un hisoblanadi. Keyin yuk va yo'lovchilari yo'q mashina ham turg'un bo'ladi. Keyin haydovchi chuqur kechuvdan o'tgandan keyin, ya'ni suvli joydan o'tgandan keyin обязательно 1-2 marta tormozni bosib, tormoz nakladkalarini quritib olish kerak bo'ladi. Keyin sirpanib tormoz berganda va tirkama bilan harakatlanayotganda tormoz berganda tormoz yo'li har doim ortadi. Keyin harakatlanayotganda birdaniga g'ildirak yorilib ketib, haydovchi mana bunaqa holatga tushib qolmasligi uchun g'ildirak yorilganda haydovchi ikkita qo'li bilan rulni qattiq ushlab olish kerak bo'ladi. Keyin agar mashinani tortish kuchi ortadigan bo'lsa, g'ildiraklar o'rnidan jilmay aylanishi sodir bo'ladi. Bu avtomobilni yonga sirpanib boshqaruvni yo'qotishiga sabab bo'ladi. Tortish kuchi ortishi degani, ya'ni gazni qattiq bosish. Gazni qattiq bosgani uchun, tormozni qattiq bosgani uchun yonga sirpanish vujudga keladigan bo'lsa, haydovchi tormozni yoki gazni qo'yib yuborishi kerak bo'ladi, avtomobil boshqaruv yo'qotishini oldini olish uchun. Keyin past uzatmada uzoq harakatlanadigan bo'lsa, haydovchi unda yoqilg'i sarfi ortadi. Ya'ni mana birinchi skorost o'zida 20 gacha, ikkinchi skorostda 40 gacha, uchinchi skorostda 50-60 gacha yurish kerak. Tez-tez uzatmalarni almashtirish kerak bo'ladi. Shuni ham hisobga olish kerakki, agar haydovchi ohista sekinlashib, ohista tezlashadigan bo'lsa, unda yoqilg'i sarfi kamayadi. Keyin haydovchi yopiq joydan ochuv joyiga chiqadigan bo'lsa, kuchli yonlama shamol vujudga kelishi mumkin. Bundan tashqari haydovchi agar keskin tormoz beradigan bo'lsa, mahkamlanmagan yuk va yo'lovchilar keskin oldiga siljib ketishi mumkin. Keyin avtomobilni boshqarayotganda haydovchi mana bu rasmda ko'rsatilgandagi rulni ushlash kerak. Bu 9 bilan 3, ya'ni soat siferblatida shunaqa deyiladi.